yo'lda gayi turibdi, nima qilsan, yig'ishtir qo'lingdagini. Cho'chima. Mashina rulda ham soqqali ishlarni bitirib yuradigan katta bolalar uchun seriozli planshetlarimiz keldi. Huawei brendidan MatePad 11.5 modeli. iPad ishlatib, zaryadkasi yetmasligidan charchaganlar uchun ideal yechim. Planshetimizda 11.5 dyumda 8 GB operativ xotirasi va 256 GB ichki xotirasi bor. Planshetga Qualcomm Snapdragon'dan 8 yadrli 7 Gen 1 chiplari o'rnatilgan. Planshetimizning ekrani 11.5 dyumda va ko'zlarni charchatib qo'ymaydigan 120 Hz li IPS displey o'rnatilgan. Planshetda 10100 mAh akkumulyatori bilan bemalol 2 kunlab ishlatsangiz bo'ladi. iPaddan ko'ra aniq kuchli. Planshetda komplektidan hattoki keyboardli o'zini chexollari chiqadi. Ishonavering, alohida buni sotib olaman desangiz, $100 kam emas. Planshetimiz hozirgi kunda trading sohasida ishlaydiganlar uchun, o'qituvchilar va talabalar uchun ideal yechim hisoblanadi. Hattoki buxgalteriya sohasida ishlaydigan opa-singillarimiz uchun ham to'g'ri keladi. 3D Max, Word, Excel va PDF formatlarini qotmasdan ko'tarib beradi. Xullas, tanlov o'zingizdan. Planshetimizning narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring.